Bepulga davlatimiz uy bersa, siz qanaqa tutumda o'tirardingiz ayollarimiz? Biz ayol kishimiz, asallarim, mana men davlatdan kreditga uy olgan bo'lsam, mehnat qilib bu kreditlarimni uzyapman, boshqa to'lovini to'lab uy olganman. Mayli, qanday bo'lsa deb ijaraga berib qo'ydim degan ajollarim. Shunaqangi farosatli, shunaqangi aqlli ayolga bergan ekanman. Umrimda birinchi marta men bunaqa ifloslikni ko'rdimda, asalarim. Iloyim o'shanaqa o'tiradigan ayollarimizni Allohim umrlarini uzun qilsin, erlariga sabr bersin. To'g'risi men domimda bu darajada bo'lib ketgan deb o'ylamagan edim. Mayli, chiqib ketdi, o'zim tozalab olaman. 3 xonali domda obedgacha tozalab, kelib savdomni qilaman deb o'ylagandim. Degan ajollarim, nahot ekan xommon bilan oshxonani kechasi soat 11 gacha tozaladim, ishoning. Vobshe qanday bu tualetga o'tirgan, qanday shu rakvinada betini yuvgan, bilmadim, men tushunmadim. Rakvinani suvini ochsam, suv toshib chiqib ketyapti. Aqlim yetmadi. Olib turbalarini qo'limdan kelgancha yerga ursam, bir paqir butqana chiqdi. O'zim eplolmasdan xo'jayinimni chaqirdim. Dadasi, kelmasangiz bo'lmaydi, men bu yerda eplolmayman dedim. Gazlar, xullas oshxona hech ket yaramaydi degan ajonlarim. O'zi ko'rayotgan bo'lsa, o'zidan uyalsin, mendan hech ham xafa bo'lmasin degan ajonim. Lekin men uyimda bu darajada bo'ladi deb hayolimga ham kelgizdirmaganim. O'shancha osongina ruxsatni berib olgandim. Lekin men hammasidan chiroyli qilib qabul qilib olardim. Buni ikkita bolasi bor ekan, mayli deb indagim kelmadi. Endi musurlarda ko'rganlaringda, bilmayman, 3 paqir musur chiqdi. Musur toshi urib charchab ketdim. Xullas, mana o'zlaring ko'rib turibsizlar degan ajollarim. Men bozorda ishlasam ham, vaqtim bo'lmasa ham uyimga alohida e'tibor qilaman. Ayniqsa bu domda yashaganimda shunaqa mehr berganman, hatto uvoq tushunmasdim. Ovqat qilmasdim, oshxonamdan hidi kelib qoladi deb. Qanday shu darajada qasmaq bo'lib ketgan bilmadim. Mana degan ajollarim, hamma yo'qda eskini tozalagunimizcha erim shatta borib yangisidan olib kelib, hamma yo'qda yangi qilib tayyor qo'ydim. Meni asal ijarada o'tiradigan asalchalarim bemalol menga aloqaga chiqaverasizlar, ijaraga uyim tayyor. Qolgan uylarimni ham o'rgasini qilib bo'lganman, faqatgina videolarimga sig'madi. Qolganini ertaga sizlarga joylayman. Hamma uyimni ko'rasizlar degan ajollarim. Meni obuna bo'lib kuzatinglar degan ajollarim. Hali bundan ham ko'p chiroyli videolar joylayman.